Assalomu alaykum aka-ukalar, do'stlar. Musofirda yurganlar, mana qarangizlar, shuncha go'sht ko'chada yuribdi. Bizda go'sht qimmat bo'lib ketgan, bu yerda esa tekin. Afsuski, bularni ham nima deydi, mana shunaqangi chetroq joylarda ovlab so'yib yesangiz bo'ladi. Bularni ham qo'riqlashadi. Albatta ekologiyani asrashadi. Buni jarimasi ham juda katta. Lekin bu chetroq dala joylarda bemalol ushlab yesangiz bo'ladi. Shu fursatdan foydalanib, do'stlar, barchalaringizni Qurbon hayiti bilan muborakbod etib tabriklab qolaman. Musofirda yurganlar sog' bo'lingizlar, jonlaring omon bo'lsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsalaringiz, niyatlaringizga erishingizlar deb qolaman. Endi biz bularni hozir oldimizga solib haydab ketsaymi O'zbekistonga deyapmiz-ku, lekin iloji yo'q, buni haydab keta olmaysizlar. Anchagina semiz, arig'imiz qish bo'lishiga qaramasdan nima deydi, ariqlab qolmagan. Endi oldimizga solib haydab ketamiz bularni. Musofirda yurgan do'stlar, O'zbekistondagilar, barcha do'stlarimiz sog' bo'lib qolasizlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Barchangizga omad, yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilsin deb qolamiz do'stlar. Sog' bo'lingizlar.